Rus tilida shikarniy so'zini ma'nosini bilasizmi? Bo'zchi belboqqa yolchimadi deb qo'yishadi. Hurmatli kuzatuvchilar, ofis maqsadida foydalanish uchun o'zimizga shikarniy qilib remont qilingan 2 xonali kvartiramizni sotuvini e'lon qilamiz. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Xonadonimizga kiraverishimizda o'ng tarafda shkaf joylashgan, chap tarafda bo'lsa sanuzel qismimiz. Sanuzel qismimizda ham ajoyib ko'rinishda yonib o'chadigan oynalar, rakvinalar, boiler qo'yilgan, unitaz и vanna, xullas hamma kerakli narsani joylashtirib qo'yganmiz. Mana u hol qismimizga keladigan bo'lsak, polni hammomidan tortib, hol qismi teplый pol tizimi bilan ulangan. Hol qismimizdan to'g'riga kirganimizda spalnimiz ajoyib ko'rinishda, mana noodatiy ko'rinishda patologlar qilingan. Mana bu yerda primoyimizni ham ko'rishimiz mumkin. Doimo ayollar uchun qiziqarli bo'lgan oshxona qismimizda mana kattagina xolodilnik qo'yganmiz. Idish-tovoq yuvish uchun moyka, gaz plita, havo tortadigan tizimi, mana bu yerda ham fotoboylarni noodatiysini qilib qo'yganmiz. Mehmonxonamiz ham mana kattaligi, normalniy kattalikda 95 talik Samsung televizorlarini ham qo'yib qo'yganmiz. Akalar bu yerda maza qilib UFC yoki futbol, bokslarni ko'rib o'tirsa ham hali maza qilib olasiz. Katta televizorda bilasiz qanaqangi emotsiya bo'lishini. Magna firmasiga tegishli past kuchlanishda ham ishlayveradigan polni shu 2 xona uyimizni yozgi kunlarda muzday salqin qilib qo'yadigan holatda. Remontini boshida aytib o'tganimdek, shikarniy qilib pulni ayamasdan ishlatganmiz. O'zimiz uzoq yillar davomida ofis qilib foydalanish uchun qilgan edik. Agar ushbu xonadonimiz sizga yoqqan bo'lsa, bemalol telefon qilishingiz mumkin. 93 313 9300 yoki-da lichkaga ham yozishingiz mumkin. Narx-navolarini bemalol telefonda gaplashamiz. Manzili Turmuxonani tepasi Gulchilikda joylashgan. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Xayrli va barakotli bo'lsin, kimga nasib qilgan bo'lsa ham.